Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar bilan Miftahul Arabiyya kitobimiz bo'yicha navbatdagi darsimiz Al-Wahdatu Thaniya, ikkinchi vahda Hayatut Tolibi, talabaning hayoti. Demak, bu yerda muhtaviyatu darsi, shu darsni o'z ichiga oladiganlari. Al-qiroa, o'qish, bu qismda dirosa, darslarni o'rganish qismini o'rganasiz. Al-qawaid degani qoidalar. Jam'ul muannas salim. Bu yerda muannas to'g'ri ko'plikni o'rganasiz qoidalardan. Atun qo'shimchasini grammatikada berib ketgan. Kitaba yozish qismida esa as-sa'atu wal awqatu va ayyamul usbu'i, soat vaqtlarni va hafta kunlarini o'rganasiz. I'dadu barnamiju dirosiy, i'dad tayyorlash, barnamij degani dastur degani o'zi asli, lekin bu yerda dars jadvali deb keladi, ya'ni dars jadvalini tayyorlash. Kitabatu fiqratin. Fiqratin deganda o'tgan darslarda ham aytgan edik, o'zi paragraf degani, lekin insho yoki bo'lim deb tarjima qilsak bo'laveradi. Ani dirosati, ya'ni darslar haqida, o'qish haqida bir bo'lim yozish, o'qish haqida insho yozishga qodir bo'lasiz. Shadda degani mana bu tashdid belgisini arablar shadda deydi. Shuni o'rganasiz ekan, demak. Mana shuni shadda deydi. Tashdid degan belgisi anaqasi ham bor, shadda deb ham atashadi. Xo'p, birinchi dars ad-darsul avval ad-dirosa, o'qish, o'rganish degani. Xo'p, mufrodat yakka tartibdagi so'zlar degani. Shularni ko'rib chiqamiz. Soffun sinf, sanatun, mana soffun so'zi sinfga ham ketadi. Bundan tashqari kurs degan ma'nosi ham bor. Masalan, adrusu fil jami'atil istishraq fi soffil avval bo'lsa, men sharqshunoslik universitetida birinchi kursda o'qiyman degani. Shu kurs degan ma'nosi ham bor. Sanatun yil, istirohatun degani dam olish, barnamijun dirosiyun degani dars jadvali, maddatun modda, mujtahidun degan tirishqoq, marohilu dirosati degani dars bosqichlari, o'qish bosqichlari, ar-rawda, rawdatun degani bog'cha, al-ibtidaiyya degani boshlang'ich, al-mutawassita degani o'rta, as-sanawiyya degani yuqori, al-jami'a universitet, ad-dirasatul ulya degani, ad-dirasatul ulya degani shu oliy ta'lim, universitetdan keyingi bosqich, magistratura yoki doktorantura tushuniladi. Ulya so'zini o'zini ma'nosi yuqori degani, oliy degani. Demak, oliy ta'lim prosta tak bakalavr emasdi, bakalavrdan keyingi magistratura tushuniladi. Doktorantura ad-doktoru bo'lib keladi. Xo'p, avvalga, ya'ni boshi degani, axiru degani oxiri. Tafaqqada, yatafaqqadu, tafaqqudun degani tekshirmoq, ko'rib chiqmoq degani. Xo'p, saniyan al-as'ilatu tamhidiyya, ikkinchi bo'lib tayyorgarlik savollari. Maza tadrusu, ayna tadrusu, nimani o'qiysan, qayerda o'qiysan? Fi ayyi soffin tadrusu, qanday kursda o'qiysan, yoki fi ayyi sanatin tadrus deb kelishligi ham mumkin. Demak, nechinchi yilda demakda, nechinchi kursda degani. Kam yawman tadrus fil usbu'i, bir haftada necha kun o'qiysan demoqchi. Hop, bu yerda o'qiyapmiz. Saidun talibun mujtahidun. Said tirishqoq talaba. Yaskunu fi madinati Dimashq. Dimashq shahrida yashaydi. Huwa fi soffil hadi ashar. U 11-sinfda o'qiydi. Mana shu bola haqida gap ketyapti. Yadrusu fi madrasati Ibn Khaldun fi mintaqati Solihiyya. Solihiyya viloyatidagi, mintaqa degani viloyat, joy degani, joy nomi. Demak, Solihiyya mintaqasi, ya'ni Solihiyya viloyatidagi Ibn Khaldun maktabida o'qiydi. Yadrusu Said 5 ayyamin fil usbu'i. Demak, Said bir haftada 5 kun o'qiydi.
Hop, تبدأ الدراسة يوم الأحد وتنتهي يوم الخميس. Demek ki darslar yakshanba kuni boshlanadi va payshanba kuni tugaydi. Val utlatu yawmal jumuati va yawmas sabti. Demak, dam olish kunlari juma kuni va shanba kuni. وهذا هو البرنامج الدراسي الأسبوعي لسعيد. وبو سعيدني haftalik. Usbu'un hafta, usbu'iyyun bo'lsa haftalik degani. Iyun qo'shimchasi qo'shilib, demak, bu saytning haftalik dars jadvali. Haza huwa billak esa mana o'sha, bu o'sha deb tarjima qilinadi. Xo'p, mana barnamij dirosiy usbu'iyyu haftalik dars jadvali ekan, demak, vaqtlarini yozib qo'ygan bu yerda 8:30da demak dars boshlanyapti. Bu demak to'planish va tekshirish ko'rib chiqadiki o'quvchilar o'sha vaqti 8:30 ekan. 8:30da demak dars boshlanyapti. Lug'atun arabiyatun. Yakshanba kunida arab tili bo'lar ekan 2 soat. Tanaffusdan keyin 15 minutlik tanaffusdan keyin falsafa bo'lar ekan. Undan keyin 2 par ekan, 2 soat ekan falsafa. Undan keyin ingliz tili ekan 2 soat. O'rtada 45 minutlik katta tanaffusdan keyin va hokazo bularni o'zingiz ko'rib chiqasiz. O'zingiz uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz ham agar maktabda o'qisangiz, aynan shunga o'xshatib jadval tuzsangiz, o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Hop. Biz savollariga ko'rib chiqamiz bir qator eslatma qilib. Chunki ba'zi o'quvchilarimiz qiynalyapti ekan. Hop, Robiyan 4-chi bo'lib al-asila savollar. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob ber. Mana shu shartini tarjima qilib berayotganimda lug'atlarini yodlab olinglar yozib. Al-atiya quyidagi, al-asila savollarga javob ber. Mana an degani o'zi haqida degani, lekin ajib fe'li ga javob ber deb keladi. Shu an bilan keladi. Ajaba yujibu an bilan keladi, javob bermoq. Ajib degani buyruq endi. Javob ber deb. Maza yadrusu Said fi ayyi saffi. Demak, Said nimalarni o'qiydi? Fanlarini yozasiz. Fi ayyi saffi, nechinchi sinfda o'qiydi? Endi uni o'zingiz matnni ko'rib chiqsangiz bajarasiz. Bunisi bo'lsa ضع إشارة صحيح أو خطأ أمام الجمل الآتية. Shu kelayotgan jumlalarni oldiga, gaplarni oldiga xato yoki to'g'ri belgisi, ishorasini, belgisini qo'y. Xo'p, yadrusu Said 35 sa'atan usbu'iyyan. Haftalik 35 soat o'qiydi Said. Shu to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb belgilaysiz. Yadrusu yabda'u vaqtu at-ta'ami sa'ata al-hadiyata 10 illa ruba. Demak, mana bu vaqtni bildirayotganda illa degani, takam degani, rubu degani, 4/1. 4/1. Demak, yarimni ham yarmi. Biz 11,5 deymiz-ku, u 11,5 ham yarmi. Nechi bo'ladi? 15 bo'ladi. 60 ni 4 ga bo'lasiz. Demak, 15 takam degani. Mana illa takam degan ekan, al-hadiyata 10 15 takam 11da, ya'ni 10:45da ovqat vaqti boshlanadi. Ko'rasiz dars jadvalida nechida boshlanishligini. 15 takam 11da emas, 15 takam 12da edi adashmasam. Istirohatut ta'am. Mana 11:45da, 15 takam 12da, u 15 takam 11da deyapti, xato. Hop. Shunaqa to'g'ri yoki noto'g'ri belgisini qo'yish kerak. Bu yerda sil bayna, bog'la degani, sil degani bog'la. Bayna orasini alif va ma yunasibuha fi ba. Alif va ba'da orasidagi nimalar munosib bo'ladigan bo'lsa, o'shani bir-biriga bog'la. Alif, mana bu yerda ba. Demak, muddatu istirohati ta'am, birinchisi, ovqatlanish, dam olish vaqti as-sa'atu 8:30, 8:30. As-sa'atu thaniya 2da, 45 daqiqa, 45 daqiqa. As-sa'atu thamina va sulus. Xo'p, 8:20da. Mana sulus degani 20 degani. Va degani o'tdi degani. 8:20, 8dan 20 minut o'tganda deyapti. Bu xato. Buning ichida to'g'risini topasiz. Menimcha mana bu to'g'ri bo'lsa kerak. 45 daqiqa, 45 daqiqa. Shu to'g'ri kelsa kerak. Vaqtut tafaqqudut lit-tullab.
talabalarni tayyorgarlik, ya'ni ko'rishib olishlari uchun vaqtini tekshirishlari uchun boshida bo'ldi-yu 1 minut beriladi. As-saatu qaniydi? Samina va nisfa mana 8:30 dedi. Alif to'g'ri kelar ekan bunga demak. Shunaqa qilib to'g'risini yoki noto'g'risini belgilaysiz. Keyingisida imlaul jadvalal atiya bil ma'lumatil munasibati minan nas. Matndan munosib ma'lumotlarni jadvalni to'ldir. Munosib ma'lumotlar bilan jadvalni to'ldir. Xo'sh. Al-mawad moddalar, ya'ni modda deganda dars anaqalarida, dars nomlari. Darsda nimalar kirishligi. Lug'atun arabiyatun. Qaysi kunlari bo'ladi? Adadus sa'a, ya'ni dirosiy shu darslarni soatini adadi. Vaqti, ya'ni qaysi kunlari bo'lishligi, soat nechida bo'ladi, qaysi kunlari bo'ladi, shularni yozishlik kerak. Mana shu tepadagi jadvalga qaraysiz endi bunda ham arab tili mana yakshanba kuni 8:30 dan to 10 gacha edi. 9:15 da boshlanadi ikkinchi soat. 45 minut ekan ularda ham. Shunaqa qilib buni to'ldirasiz. Al-qismus sani, ikkinchisi lug'aviyat qismlari. Bunga o'tamiz. Hop, sil baynal kalimati was suratul lati tadullu alayha. Shu suratdagi, rasmdagi nimaga holatga dalolat qiladigan so'zlarni bog'la deyapti bir-biri bilan. Bu yerda demak bayram tantana bo'lyapti adashmasam. Bu yerda bayram degan so'z yo'q. Nima ekan bu? Shu maktabdagi holatda dars vaqti bo'lsa kerak, sharlayilib qo'ying. Xo'p, mana soffun degani sinf degani mana bunaqa. Hop. Muallimun tushadi ekan bunga. Muallimun bunga tushadi. Soffun degani mana bunga tushadi. Ikkalasi ketdi. Madrasatun maktab degani mana bunga tushsa kerak. Oynahoy. Xo'p, jamiatun mana bunga tushadi. Barnamuj dirosiy mana bunga tushadi. Shunaqa o'zim bajarib qo'ydim. Shunaqa bajarishingiz kerak edi. Xo'p, sil baynal mufrad val jam', demak birlik va ko'plikni orasini bog'la. Mana shu ham zo'r. Mana shu so'zlarni yodlab olish kerak ekan. Shahrun degani oy degani, buni ko'pligi shuhurun bo'ladi. Shahrun shuhurun deb yodlash kerak. Chunki bu sinf ko'pligi, biron bir ichida hech qanday qo'shimcha yo'q, faqatgina ichki tuzilishni o'zgarib hosil qilinyapti. Shahrun so'ziga lar qo'shilmayapti, oylar deyilmayapti biz singari. Arablar hamma so'zga lar qo'shib ketavermaydi, ichki tuzilishi o'zgarib ketadi. Shu boisdan ko'pligimiz ikkiga bo'linadi. To'g'ri ko'pligi bor, sinig'i bor. Ana shuning uchun bir-birini ko'rib qoldingizmi, sirazi yodlab olish kerak. Sanatun degani sanovatun ko'pligi. Marhalatunni ko'pligi marohilu bo'ladi. Shunaqa qilib yodlab olasizlar to'g'rilab. O'zi oson ekan. Endi so'zlarni antonimi, ya'ni bir-biriga qarshi bo'lgan so'zlarni, ya'ni ma'nosi bir-biriga zid to'g'ri keladi, zid bo'lgan so'zlarni bog'lashlik kerak. Hudur degani kelish degani. G'iyabun degani yo'qlik degani. Hozirlik, bu hozirlik, bor bo'lishlik, bu yo'q bo'lishlik degani. Keyingisi mujtahidun faol, kasulun dangasalik. Shuna qilib bog'lab bajarasiz. Keyingisida imla'il farog'ati bil kalimatil munasiba, mos so'zlar bilan bo'sh joylarni to'ldir deyapti. Bu yerda mavadun moddalar, sanatun yil yoki kurs, kulliya fakultet o'qiyapsan yoki o'qiydi ayol kishiga. Tantahi tugaydi, mujtahidatun tirishqoq, demak ayol kishi haqida ekan matn. Tabda u boshlanadi. Xo'p, zina ism ekan bu yerda. Zina tolibatun, zina talaba fi nimada bo'lishligi mumkin? Fi kulliyatil handasa, demak muhandislik fakultetida birinchisiga kulliya tushdi. Ikkinchisida hiya fi sanati salisva bo'ladi, ya'ni 3-kursda. Zina tolibatun mujtahidatun bo'ladi bunga. Hiya tuhibbu dirasataha kasiran. Hop, bu yerda demak fe'l kelyapti. Tadrusu zina 3 ayyamin fil usbu'i va indaha 8, va unda 8 indaha 8 mawaddin yo'q.
kulli faslin har sinfda samani mavaddin bo'lar ekanda. Dirasiyati 8 ta fani bo'ladi har sinfda. Bunda boshlanadi. Tabda'u dirasatu kulla yawmin sa'ata 9. Darslar har kuni soat 9 da boshlanadi va tantahi sa'ata 4 asron. Asrda soat 4 da tugaydi. Bu yerga demak mavaddun tushdi. Indaha unda bor degani, unda 8 ta dars bor har sinf, har kursida. Ya'ni 8 xil narsa o'qiydi bitta kursda demoqchi. Xo'p. Iqro va lahis, o'qi va fikr qil degani. Qavoid jam'ul muannas salim. Demak, muannas to'g'ri ko'plik. Bu yerda sanatun kalimalar, so'zlar berilyapti. Bular hammasi birlikda oxiridagi tamarbutda qizilda belgilangan. Sababi bu muannas, ya'ni ayol kishini bildirib keladi. Sanatun jami'atun tolibatun lug'atun. Sanatun yil degani ayol kishiga bog'liqlik joyi yo'q, lekin t'ga tugayapti. Jami'atun universitet, buni ham ayol kishiga bog'liqlik joyi yo'q, lekin t'ga tugayapti. Buni o'zgartirib bo'lmaydi, lekin tolibatun so'zi tamarbutaga tugayapti. Buni o'zgartirish mumkin. Xohlagan paytingiz tolibatunni t'sini olib tashlasangiz muzakkar bo'lib qoladi. Student qiz bo'lsa hozir tamarbutani olvarsangiz student bola bo'lib qoladi. Masalan, mana shu bundoq bo'yalsa tolibun bo'lib qoldi. Xullas shunaqa. Qolgan so'zlar ham endi o'zgaradigan yoki o'zgarmaydigan bo'ladi. Siz o'qiyotgan so'zingiz tolibatun so'zi savoli kim bo'ladi? Jamiatun universitet nima yoki qayer? Sanatun yil nima? Savoli kim bo'ladigan so'zlar mana bunaqa insonni bildiradigan talaba, o'qituvchi mana yoki bo'lmasam shunga o'xshash so'zlar bo'lsa, kim so'rog'iga javob bo'lsa, buni biz o'zgartira olamiz yoki qanday so'rovga javob bo'lishi kerak, sifat bo'lib kelishlik kerak. Uni o'zgartirsa bo'ladi, lekin nima so'rog'iga javob bo'lgan so'zni tamarbutasi o'zgarmaydi. Xo'p, bularni nima qilamiz? Qarang, sanatun so'ziga atun qo'shadigan bo'lsak, tamarbutani tushirib olishimiz kerak birinchi bo'lib hamma so'zdan. Lekin bu yerda sanatun so'zidan tamarbuta chiqib ketadigan bo'lsa, deb chiqarib oladigan bo'lsak, ikkita harf qolar ekan bizda. Sni qolar ekan. Shu boisdan mana bu vav harfi orttiriladi. Sanavat bo'lib kelgan. Tushuntira oldimmi? Endi jami'atun so'zida jami'a 4 ta 1 2 3 4 ta harf qolyapti. Shuning uchun atun degan qo'shimchani o'zi qo'shilyapti. Qo'shimchani o'zi mana bu atun bo'ladi. Bundan avval keladi atun. Xo'p, demak bu nima degani? Atun degani lar degani biz tilda aytganda, lar. Xo'p. Demak, bularda nimaga madinatun so'ziga makkacha qaldida muallimatun bo'ldi, lug'atun bo'ldi, to'g'rimi? Tolibatun bo'ldi-yu, lekin nimaga madinatun, mintaqatun so'zlari mana bunaqa atun olmadi desa, bular istisno holatlari, mana istisna deb qo'ygan. Bular siniq ko'pligida esaladi. Madinatun so'zining ko'pligi mudunun bo'ladi, shaharlar. Mintaqatun mintaqani ko'pligi manotiqu bo'ladi. Marhalatun bosqichning ko'pligi marohilu bo'ladi. Mehnatunning ko'pligi mehanun bo'ladi, kasblar degani. Shuning uchun ham arab tilida har qanday ko'rgan so'zingizni yodlab oling. Mana buni yonma-yon beryaptimi? Masalan, hozir beryapti, yodlab oling shuni. Endi yanida masalan qavsida berib qo'ygan bo'ladi, mana so'zni beradi. Sanatun degani, например, yil degani, to'g'rimi? Yil deb turib lug'atda beradi-da, mana buni qavsga olib qo'ygan bo'ladi. Buni yodlab olishingiz kerak doim. Endi shunday holat bo'lishligi mumkin. Masalan, jamiatun universitet degani, to'g'rimi? Mana univers deb turaylik, universitet. Shunaqa qilib yozadi-da, qavs ichida at qilib qo'yadi mana. Ko'rdingiz-a? Atun. Bu joyda siz atun qo'shimchaga tugab turib, shunaqa ko'pligini hosil qilsa bo'lar ekan deb tushunasiz bugundan boshlab.
Endi lug'at yodlayotganda e'tibor bo'lasiz. Yonida ko'pligini bersa, qavushdagi ko'pligini yodlaysiz. Atun berilgan bo'lsa, jami'atun atun qo'shilishini eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda hati jam'ul muannas salim li kalimatil atiya. Shu quyidagi so'zlarni muannas to'g'ri ko'plik qo'shimchasini qo'yish. Sa'atunga sa'atun bo'ladi. Bitta yo'q odamcha. Yo'q ekan. O'zingiz qo'shishingiz kerak. Qaysi qo'shimcha edi? Atun edi qo'shimchangiz. Sa'atun. Shuni o'zingiz qo'shib daftaringizga yozishingiz kerak bir yo'la. Qolgan so'zlarni o'zingiz bajarasiz. Xo'p, havil to'ldir degani, harakat qil degani. Havil kalimatil lati baynal qawsayni ila jam'il muannas salim fima ya'ti. Shu berilgan so'zlarni muannas ko'pligiga qavushdagi qo'shimchalarning orasidan so'zlarni qo'y deyapti. Ya'ni shu qavushdagi so'zlarni muannas ko'pligini qilish kerak ekan. At-tolibatu berilyapti bu yerda. At-tolibatu qilishingiz kerak ekan. Tushuntira oldimmi? Shu qilishingiz kerak bo'lgan so'z, qilishingiz kerak bo'lgan ish. Keyingi qismi al-qismu salis al-kitaba yozish qismi. Demak, soatda beryapti. Bu yerda as-sa'atu robiya soat demak 4 ekan. 4 demoqchi bo'lsa shunaqa aytilar ekan. Endi 3 demoqchi bo'lsa salisa bo'lar ekan. 2 demoqchi bo'lsa saniya bo'lar ekan. 1 demoqchi bo'lsa vahid bo'lar ekan. 10 demoqchi bo'lsa as-sa'atul ashira. Endi aytishimiz mumkin 10 ta kam 8 bo'pti soat. As-sa'atu saminatu illa 10 daqoiq. Soat 8 illa, ya'ni o'zi lug'aviy ma'nosi agar degani, lekin soat bilan kelganda takam degani. Soat 10 takam 8 degani. As-sa'atu sabi'a va ruba 7:15 degani. Mana ruba degani 60 ni 4 ga bo'lsak 15 qoladi. Shuni nazarda tutib aytgan edik. As-sa'atu sadisatu illa ruba. Soat 15 takam 6. As-sa'atul khamisa soat 5 va 5 daqoiq va 5 daqiqa o'tdi. 7 daqiqa o'tdi desangiz as-sa'atul khamisa va 5 o'rniga 7 ni qo'yasiz. 6 daqoiq, 7 daqoiq, 8 daqoiq, 9 daqoiq, 10 daqoiq. Shunaqa aytamiz. Masalan, hozir menda soat 8:05 bo'pti. As-sa'atu samina va 5 daqoiq. Xo'p, as-sa'atu thaniya 10 saniyata 10 va suls. Demak soat 12:20. Suls degani oson, ya'ni 20 degandan ko'ra suls deb qo'yish osonroq-ku. 20 degani shu. 60 ni 3 dan biri 3 ta 3 ga bo'lsa 60 ta suls qoladi, ya'ni 20 bo'ladi. Demak 20 minut tushunasiz suls deganda, rubu deganda 15 minut tushunasiz. Xo'p, bu yerda as-sa'atul 10 va 25 daqoiq 25 demoqchi bo'lsangiz endi o'zini aytishingiz kerak. Soat 10 dan 25 daqiqa o'tdi. Strelka 11 ga borib qopti-yu. Xullas shunaqa bo'ladi soat. Hop. Bugun bomdod. Demak, vaqtlarni yozishlik kerak bu yerda. Bomdod nechida, peshin nechida, asr nechida, shom nechida, xufton nechida shularni yozib qo'yishlik kerak bo'ladi. Al-iqoma, ya'ni azon vaqti va azon vaqti bu yerda va takbir vaqti. Shuni qo'yib berishingiz kerak mana shu bolakayga. Mo'tillab qarab turibdi. Xo'p. Keyingisida ayyamul usbu'iyyu hafta kunlari isnayn dushanba, sulasa seshanba, arbi'i chorshanba, xamis payshanba, juma, sabt shanba, ahad yakshanba. Ko'proq bu so'z yawm so'zi bilan keladi. Shu kuni deganida yawmul isnayni dushanba kuni degani. Isnayn bo'lsa dushanbani o'zi bo'ladi. Xo'p, imla'il farog'i bil yawmil munasib kama fil misal. Misoldagi kabi bo'sh joylarni kun bilan to'ldir deyapti. Avval amsi kechadan avval kuni al-arbi'i. Avval amsi demak bu yerda
bugungi kunda siz o'zingizdan kelib chiqib yozaverasiz ekan menimcha. Hop. Kecha demak shanba ekan. Bugun demak yakshanba bo'ladi shunda. Mana unga qaraysiz ekan. Demak, amsi kechagi kun shanbani ko'rsatyapti. Siz bugunga yakshanbani qo'yasiz. Bugun haqiqatan ham yakshanba. Nechanchidir dekabr? 11-dekabr. Kechadan avvalgi kun juma kuni bo'lgan. Ertaga nima bo'ladi, indinga nima bo'ladi, shuni mana bu tepadagiga moslab turib o'rganishingiz kerak. Xo'sh, qolaversa, rottib tartibli degani kalimati so'zlarni li tukawwina jumalan mufida, foydali gaplar tuzishlik uchun demoqchi. Demak, bularning ichidan so'zlarni bergan al-huquq, Umar, talibun kulliyatun fi. Demak, Umar mana bu fakultetda talaba deb turib gap tuzishligingiz kerak. Boshqa so'zlarni ham ishtirokida mana shu so'zlarning ishtirokida yoniga gap tuzib qo'yasiz, kitobingiz bo'lsa. Mana shu so'zlarning ishtirokida bu yoqqa gap tuzasiz. Birontasi qolib ketmaslik kerak, tushib qolmaslik kerak. Xo'p, quyidagi bitoqa, ya'ni kartochkani o'qib, so'ngra namuzachi degani misol degani, shu so'zni ham yozib oling. Namuzachi degani misol, namuna. Shu namunadagi qarab turib o'zing tuz deyapti. Mana bu yerda bizga bo'sh kartochka berib qo'yapti-da. Bitoqatut tolib, talabaning kartochkasi, bitoqatut tolib, talabaning kartochkasi. Bu yerda demak, Ammor Said ekan ismi. Fakultetda, ya'ni Mednusda o'qir ekan. 3-kurs ekan. Jamiiy universitet nomeri shu ekan. Telefon raqami mash ekan. Buni elektron pochtasi, barid degani pochta. Zo'r so'z, mana shuni ham yozib olinglar. Al-barid degani pochta degani. Al-baridul elektroniy bo'lsa elektron pochta degani. Demak, elektron pochtasi mana shu ekan. Siz endi o'zingiz elektron pochtangizni, telefon raqamingizni, universitetingiz bo'lsa universitet, maktabingiz bo'lsa maktabingiz nomerini, nechi kurs bo'lsangiz yoki maktabda nechi sinf bo'lsa o'shani yozasiz. Bu yerda raqamul jamiiy demaysiz, raqamul dirosiy deysiz. Nima? Raqamul madrasiy bo'ladi. Maktab nomeri. Xo'p, dirosa o'rganish nimani o'qiysiz? Bu yerda agar universitet bo'lsa, maktab bo'lsa, maktabingiz ixtisoslashgan bo'lsa, ana shuni yozasiz. Ixtisoslashmagan bo'lsa, adatan deb ketsangiz bo'laveradi menimcha, oddiy maktab. Xo'p, al-ismu ismingizni yozasiz bu yerga. Shu bilan davomida hali ancha bor ekan. Tushunmagan joylarni so'raysizlar. Bu yerda menimcha xo'p. Shu kartochkagacha bajaraverasizlar. Bu yog'iga agar tushunmay qolsanglar so'raysizlar. Xo'p. Imla to'ldir deyapti. Jadvalni, dars jadvalini, quyidagi dars jadvalini to'ldir deyapti. O'zingizdan kelib chiqib to'ldirib qo'ysangiz bo'laveradi buni. Xo'p. Dars nomlarini va bosqichlarini qarab turib uni to'ldir deyapti. Ya'ni asosiy boshlang'ich bosqichda ekan dars jadvalini to'ldirasiz. Dars nomlarini nima o'qiydi boshlang'ichda bola? O'qish kitob o'qiydi, yozishni o'rganadi, to'g'rimi? 1-sinf bola. Nimani o'rganadi? Atrofimizdagi olam degan fanlar bo'ladi, shularni yozasiz. Al-fannu hawlina bo'ladi, atrofimizdagi olam bo'lsa. Al-alamu hawlina. Al-fannu al-alamu hawlina. Atrofimizdagi olam fana degani, fan so'zi ham o'zi shart emas. Al-alamu hawlina bo'ladi. Demak, o'rta sinfda, ya'ni 5-sinfdan 9-sinfgacha nima o'qiydi va oxirgi 10-11-sinfda nima o'qiydi, shularni yozaverasiz. Demak, quyidagi so'zlarni qo'y deyapti. Ya'ni quyidagi so'zlar bilan to'g'ri bo'lgan gap tuz deyapti. Va oxirga o'sha nuqta qo'y deyapti. Gap tuzasiz ekan mana shu so'zning ishtirokida. Al-lugha, til so'zini ishtirokida gap tuzishingiz kerak. Masalan, bada'tu dirasatal lughatal arabiyyata munzu usbu'in. Bir haftadan beri arab tilini o'rganishni boshladim bo'ladi.
yoki o'zingiz bilsangiz, agar darajangiz yuqoriroq bo'lsa, qancha avval boshlagan bo'lsangiz, o'shani yozsangiz bo'ladi. Yoki masalan, oson. Uhibbul lughatal arabiyyata. Men arab tilini yaxshi ko'raman deb yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Jamia universitet. Universitetga kirishni xohlayman yoki hokazo. Masalan, bizning universitetlar ko'p yoki uyimiz universitet yaqinida. Shunga o'xshash oson jumlalar tuzishingiz kerak. O'zingiz qiynalib qolmaydigan. Demak, matnni o'qib o'zingiz tarjima qilib qo'yaverasiz. Hop. Demak, bu yerda keltirilgan so'zlarni o'qiymiz ekanda va unga shadda qo'yamiz ekan. At-tabib so'zida tashdid bo'ladi-ku, ayyam so'zida ham tashdid bo'ladi. Shu tashdidlarni qo'yib ketishlik kerak ekan. Shu bilan darsimiz yakun bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.